Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs darslaridan birodarlar, bugun yangi darsni boshlaymiz. Hayo manzilati. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz. Martabalar mavzusidagi navbatdagi darsimiz. Bu darsimiz hayo haqida. Hayo nima desa, uyalchanglik deydi ko'pchilik. Xuddi rostgo'ylik darsimizda o'tgandek. Rostgo'y odam qanaqa bo'ladi desa, odamlarning aksariyati yolg'on gapirmasanglar rostgo'y bo'ladi. Rostgo'ylik haqida aksar odamlarda tasavvuri shunaqa edi. Lekin shariatimizda, din islomimizda rostgo'y inson deganda juda ko'p narsa buni ichiga kirib ketar ekan. Rostgo'ylik tili bor ekan, rostgo'ylik qadami bor ekan, rostgo'ylik kirishi bor ekan, rostgo'ylik chiqishi bor ekan, rostgo'ylik o'rni bor ekan. Xuddi shunga o'xshagandek, hayo ham odamlarning juda ko'pchiligi o'ylagan faqat uyatchan bo'lish, odamlarning oldida yuzi qizarib, yerga qarab turishlik emas. Agar bir odam odamlarning oldida gapirgani hayo qilib, yuzi qizarib, yerga qarab turib, tappata birovni katta pulga otib qo'yayotgan bo'lsa, bu odam hayoli deyilmaydi. Darsdan sal oldinroq o'tib ketib aytamanki, gunoh qilishlikka Allohdan hayo qilgan, Allohdan uyalib, gunohdan tiyilgan odam haqiqiy hayoli odam deyiladi. Ko'zda hayosi bor, tilda hayosi bor, quloqda hayosi bor, oyoq qo'lda hayosi bor, kallaning hayosi bor, qorinning hayosi bor. Tushunarlimi? Bir odam jur'atli bo'lishi mumkin, odamlarga tikka qaraydi, yuzi qizarmaydi, lekin taqvoda, gunoh ma'siyatdan o'zini tiyadimi, shu odam hayoli bo'laveradi. Hali muloyim shipirgi bo'lib tashlab kidat qilib qo'ysa, u hayoli deyilmaydi u. Bilishimiz kerak bo'lgan narsa juda ham ko'p. Bu manzilat Alloh azza va jallaning kitobi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan istinbot qilingan. Hayo haqida oyatlar va hadislarni o'qiymiz. Birinchi oyat. Astagfirullah. Alam ya'lam bi annalloha yara. Albatta Alloh uni ko'rib turishini bilmasmi? Birodarlar, hayo xulqining asosi shu oyat. Alloh ko'rib turganligini bilmaydimi? Alloh ko'rib turibdi-ku. Ahmad bir xunuk ayb ish qildi. Hech kim yo'q joyda. Keyin bilsa, palonchi akasi tevadan qarab turgan ekan balkonidan. Uni mana shu qabih amaliga guvoh bo'lib qoldi. Ahmad bundan xabar topib qoldi. Endi ahvoli nima bo'ladi? Ana shu odamni ko'rganda xijolat bo'laveradimi? Qalbi shamda yerib ketaveradimi? Bitta odam seni xunuk ishingni ko'rib qolsa, shu odamning oldida qanchalar xijolat bo'lasan-u, hamma narsani ko'rib bilib turadigan Alloh taolo, ustingdagi hamma ne'matlarni senga berib qo'ygan Alloh taolo ko'rib turganini bilmaysanmi? Astagfirullah. Fala tad'u ma'allohi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin. Bas, ey Muhammad alayhisalom, siz Alloh bilan birga boshqa biron ilohga iltijo qilmang. Aks holda azoblanguvchi kimsalardan bo'lib qolursiz. Va yaqin qarindosh urug'laringizni Allohning azobidan ogohlantiring. O'zingizga ergashgan mo'min bo'lgan kishilar uchun qanotingizni past tuting. Bas, agar ular itoatsizlik qilsalar, u holda ayting: albatta men sizlarning amalingizdan pokdirman. Va tawakkal alal azizir rohim. G'olib va mehribon Allohga tavakkul qiling. Allazi yaraka hina taqum. U sizni o'zingiz namoz uchun turayotgan vaqtingizda ko'rib turar. Allazi yaraka. Sizni ko'rib turadigan zot. Magazinga kirsangiz kamera turibdi. Toshingizni ko'rib turib uni bo'lib olasiz. Yoki kirib ketsangiz magazinda video kuzatuv yo'lga qo'yilgan deyildi. Nima qilasiz? Sizni kuzatib turishganligini bilsangiz, ana shu bilimingiz sizni tartib intizomli, qoidali bo'lishga majbur qiladi.
Demak, hayoning asosi birodarlar, fundamenti Alloh ko'rib turibdi. Demak, birinchi oyat mana shu bo'ldi. Alam ya'lam bi annalloha yara. Albatta Alloh ko'rib turishini bilmasmi? Fe'l-atvoring, nasihatlaring, so'zlaringni hammasi, hatto o'y-fikrlaringni ham Alloh taolo bilib turadi. Alam ya'lam bi annalloha yara. Ikkinchi oyat. Innalloha kana alaykum raqiba. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Alloh taolo latif bo'lgan zot. U zotning kuzatib turishligini biz mashaqqatini his qilmaymiz. Masalan, kamera tursa turibdi, ko'zimiz ko'rib turibdi. Yoki orqamizda bitta odam kuzatib yursa, bizni kuzatib qarab turganligini ko'ramiz. Kamera ko'tarib yursa, yana bir noqulaylik. Bu insonni kuzatib turishi. Bu inson nuqsonli bo'lgandan keyin uni fe'llari ham nuqsonli bo'ladi. Endi Alloh taolo kuzatib turadi. Alloh taolo muroqaba qilib turadi. Bu sizga umuman malol kelmaydi va sezmaysiz ham. O'shuning uchun unutib qo'yasiz-da. Ey insonlar, dedi Alloh taolo Qur'onda, sizlarni bir jondan, odamdan yaratgan va uning juftini Havvoni vujudga keltirgan hamda u ikkovidan ko'p erkak va ayollarni tarqatgan Parvardigoringizdan qo'rqingiz. Yana oralaringizdagi savol-javoblarda o'rtaga nomi solinadigan Allohdan qo'rqingiz va qarindosh urug'laringiz bilan ajralib ketishdan saqlaningiz. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Mana ikkita oyat o'qidik. Ikkalasida ham Alloh taolo siz bilan bizni ko'rib, kuzatib turishligini tushundik. Sen bilan men, birodar, bandamiz. Doim kuzatuvdamiz. Shuni unutmaslik kerak. Agar unutmaganimizda shu narsani, qanaqa odam bo'lardik-a? Alloh bizni kuzatib turganligini hech ham esdan chiqarmasak, doim yodimizda tursa, qanaqa odam bo'lardik-a? Gap so'zimizni o'ylab gapirardik, qadamimizni o'ylab bosar edik. Qo'lida mansabi bor, kuch-quvvati bor bir odam seni kuzatib turibdi. Agar toyilsang, xatoga yo'l qo'ysang, mana shu xatoing uchun qattiq jazolash imkoniyati bor. Shuni bilsang, qanaqa tutasan o'zingni? Xatoga yo'l qo'yishdan qo'rqasan, sharmanda bo'lishdan hayo qilasan. Innalloha kana alaykum raqiba. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Kuzatuv. Mashinangizda tez ketyapsiz, radar borligini ko'rsatadigan belgi turibdi. Ketaverasizmi? Yo'q. Bilganingizdan keyin, ko'rganingizdan keyin sekinlaysiz. Bir do'konga kirdingiz. Video nabludeniya bor deyildi. Nima qilasiz? O'zingizni to'g'rilab olasiz. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Bu misollar tavzih uchun, tushunishimiz oson bo'lishi uchun keltirildi. Uyingizga mehmon keldi. Martabali, hurmatli, jamiyatda bir o'rni bor, ilm, ma'rifatli odam keldi. Haligi odamni qabul qilgani chiqdingiz. Nima qilasiz? O'sha uy kiyimingiz bilan chiqib kelaverasizmi? Rabochiy kiyim bilan chiqib orasizmi? Nima qilasiz? Uyalasizda undan. Eng zo'r kiyimingizni kiyasiz, uyingizni shupirtib suv septirasiz, chunki uni oldida xijolatga qolishni xohlamaysiz. Yana bu odam bilan o'tirganda qana qilib gapirasiz? Ovozni ko'tarmaysiz, baqirmaysiz, odob bilan turasiz. Bu o'zingizga o'xshagan bitta go'shtdan, suyakdan iborat odam. Shundan shu hayo qilyapsiz shunchalik. Allohdan hayo qilishlikka haqli emasmisiz, birodarlar? Ikkita oyat o'qidik. 3-oyat. Ya'lamu xoinatal a'yuni va ma tukhfis sudur. Ko'zning xiyonati. Ko'zning xiyonati. Alloh ko'zlarning xiyonatini ham, dillar yashiradigan narsalarni ham bilar. Ko'zning xiyonati nima? Bir tashab qo'yish ko'zda. Nima qilasiz? Masalan, erkak tabib boshqa tabib yo'qligi uchun nochor ayol kishini ko'ryapti.
Faraz qiling. Bu tabib bu ayolni badanini qaysi qismiga qarashga haqqi bor desa, o'sha davolaydigan joyini ko'rishlikka haqqi bor. Endi bu yog'iga qarashligi mumkin emas, harom. Mana endi o'sha ko'ryapti turib, bu yog'iga ham ko'zini tashab qo'ydi. Ro'parasida turgan odam sezmaydi ko'zini bu yoqqa tashab qo'yganini. Alloh taolo aytayapti, ko'zlarning xiyonatini ham biladi, qalblarning yashirgan narsasini ham biladi. Ko'zni xiyonati. Qo'lingizda telefon bor. Butun dunyo qo'lingizda turibdi. Xohlagan narsalarni ko'rasizlar. Siz bo'pti, xo'p, o'zingiz yaxshi odamsiz, dindorsiz, o'zingiz istab ko'rmaysiz u faxshni. Lekin chiqib qoldi o'rtada reklamada. Nima qilasiz shunda? Oyatni qarang, ko'zning xiyonatini va qalblarning yashirgan narsasini bilir deydi. Hech kimi yo'q, ko'rib turibsiz yoki uyingizda televizorda ko'rib turibsiz. Agar siz Allohdan uyalsangiz, o'chirasiz yoki boshqa narsaga olasiz. Ko'p qavatli imoratni 10-etajda turibsiz, derazangizga qarab. Ro'paradagi imoratda 10-etajida bir ayol derazasi ochiq kiyim almashtiryapti. Siz uyingiz ichingizda turibsiz. Hech kim sizni ko'rmayapti. Tomosha qilasiz, birov bilmaydi. Hech kim bu narsa uchun sizni hisob-kitob qilmaydi. Nima qilasiz? Agar shunday ko'zingizni olib qochgan bo'lsangiz, muborak bo'lsin. Hayoyingiz bor ekan. Ya'lamu xoinatal a'yuni va ma tukhfis sudur. 3-oyat. U Alloh ko'zlarning xiyonatini ham bilib turadi, qalblarning yashirgan narsasini ham. Bu Alloh taoloning kuzatib turishi haqidagi oyatlar edi. Mana endi hadislarni o'qiymiz. Birinchi hadis. Hayo iymondandir. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'chada ketib borayotsalar, bir ansoriy sahoba yonida turgan bir kishiga hayo haqida va'z qilyapti. Hayo undoq bo'ladi, hayo bundoq bo'ladi, hayo qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'xtab boyaga ansoriyga da'hu fa innal haya'a minal iman dedilar. Uni o'z holiga qo'y, bu odamni o'zini holiga qo'y. Chunki hayo iymondan bo'ladi dedilar. Iymoni bor odamda hayo bo'ladi. Bu hadisni ko'p eshitganmiz. Ammo bir o'ylanib, chuqurroq tafakkur qilib ko'radigan bo'lsak, ajib narsaga guvoh bo'lamiz. Xulqlarning ichida iymonning shartlaridan bo'lgan xulqlar bor. Nima degani bu? Agar inson mo'min bo'lmasa, mana shundaqa xulq unda bo'lmaydi. Qaytarib aytamiz. Iymonning shartlaridan hisoblangan xulqlar bor. U shunday xulqki, iymoning bormi? Bu xulq senda bo'lishligi kerak. Yana boshqa xulqlar bor. Agar bu xulqlar sizda bo'lsa, bu iymoningizni yo'qligiga ishora deyiladi. Qarang, mana bu xulqlar egasi bo'lsangiz, iymoningiz borligini belgisi, mana bu xulqlar bo'lsa sizda, iymoningiz yo'qligini belgisi. Xo'p, biz hayo iymondan ekanligini bildik. Demak, hayosi bor odammi, iymoni bor ekanligini bildik. Endi qaysi xulqlar bo'lsa insonda, iymon yo'q bo'ladi bu odamda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Umoma Bohili radhiyallohu anhudan keltirilgan hadisda aytadilar: "Yutba'ul mu'minu alal khilali kulliha illa al-khiyanata wal kadiba." Mo'min har qanday tabiat bilan tabiatlanib qolishi mumkin. Har qanday xulq mo'minning tabiatiga kirib qolishi mumkin. Faqatgina xiyonat va yolg'onchilik bundan mustasno dedilar. Agar siz xoin bo'lsangiz, xiyonat qilsangiz va yolg'onchi bo'lsangiz, bu iymonning yo'qligiga dalolat qiladi. Inji bo'lishingiz mumkin, mo'minsiz. Baxil bo'lishingiz mumkin, mo'minsiz. Qo'rqoq bo'lishingiz mumkin, mo'minsiz. Har qanday yomon sifatlar bilan mo'min sifatlanib qolishi mumkin, xulqlanib qolishi. Lekin ikkita xulq unga hech qachon yuqmaydi. Xiyonat bilan yolg'on. Demak, birodarlar, iymon
hayo borligidan bilinar ekan. Hayo iymon borligiga dalolat qilar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuning uchun boyaga Ansoriyni ko'p ovora bo'lmagan, ko'p kuching ketmasin deb uni vaqtini ehtiyot qilgandek aytdilarki, da'hu fa innal haya'a minal iman. Bu odamni o'zini holiga qo'y. Hayo iymondan bo'ladi. Ovora bo'lma bunga, tushuntirib hayoni. Ikkinchi hadis. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. Rasululloh aytibdilar, hayo faqat yaxshilik olib keladi. Hayo faqat yaxshilik olib keladi. Rostgo'ylik haqida dars o'tdik. Aytdikki, as-sidqu manjat. Rostgo'ylik najotga boshlaydi. Endi yolg'onchilikchi faqat musibat olib keladi, yomonlikka boshlaydi. Agar bir insonda hayo bo'lsa, bu hayo uni faqat yaxshilikka yetaklaydi. Lekin hayoning ma'nosi katta ekanligini aytdik-a? Yerga qarab xijolat bo'lib, deb qizarib turish emas bu hayo biz o'ylayotgandaqa. Busayr ibn Ka'b aytadi, hikmatda shunday deb yozilgan. Albatta viqor hayodandir. Albatta sakinat hayodandir. Hayo qaysi tomonga burmasin, seni faqat yaxshilik olib keladi senga. Chunki sen Allohga osiy bo'lishdan uyalasan-da, chunki seni kuzatib turibdi. Odamlarga aziyat berishdan uyalasan, chunki Alloh ko'rib turibdi. O'zingniki bo'lmagan narsani olishdan hayo qilasan, chunki Alloh sen bilan birga. Shuning uchun aytildi hadisda, hayo faqat yaxshilik olib keladi. 3-hadis. Hayo iymonning bir shoxobchasidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, al-imanu biz'un va sab'una aw biz'un va sittuna shu'ba wal haya'u shu'batun min al-iman. Iymon 70 yoki 60 dan ko'proq shoxobchadir. Bas uning afzali, eng balanddagisi la ilaha illalloh, eng quyisi yo'lda odamlarga aziyat yetkazadigan narsani olib tashlashlik. Hayo iymonning shoxobchalaridan bittasidir. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.